uyga, ya'ni tomga loy bosishni o'rniga pena quyish qanchaga tushyapti degan mavzusida video oldik Gazanabos YouTube kanalida. Mana shu holatda quyiladi. Buni foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Endi foyda jihatlarida qish kunida issiq, yozgi kunida muzdek bo'ladi. 100 kvadrat tashi taxtani ustiga quyilyapti. 200 kvadrat manaqa beton plitani ustiga quyilyapti. Endi buni hop tagiga nima solinadi deganlar uchun hop manaqa qora qog'oz, xohlovchilar bo'z, ya'ni o'sha latta, xohlovchilar oddiy qog'oz bersalar ham bo'ldi. Nimaga endi oddiy qog'oz desalaring, farqi manaqa teshiklardan suv tushib qolmasa bo'ldi. Ya'ni bu boshida jicha suyuq bo'ladi, mana